Nigor opa, Dilbarxon, tinchlikmi? Qanaqa to'polon bo'lyapti? Ertalab sinamqa bir rosa yig'ladi. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Endi menga qarang, gap mundoq. Opa, siz gapira qoling. Endi mundoq qarab turing. Bizga ham hovli kerak. Menda ham ikkita o'g'lim bor. Mana sinimda ham ikkita o'g'li bor. Endi siningizni-chi olib keta qoling. Ukam o'lganiga ham 1 yil bo'ldi. Ikkita bolasi bor, bunga ham yerga berib yuboringlar. Bolalariga otalik kerak. Davay, siningizni olib keta qoling-da. Biz ikkalamiz Dilbar bilan ko'chib kelamiz. Biz hovlini bo'lmoqchimiz. 6 sotu yerimiz bor. O'shan devor o'rtadan devor qo'yib bo'lmoqchimiz. Shunga kelishdik. Opa, nima deyapsiz? Qanaqa ikkita yetimi bilan ko'chaga haydaysizlarmi? Xudo xolam rahmatli yetuvdilar-ku, shu uy-joy shunga duvdilar-ku. Men tushunmadim hozir. O'zi yo'qni ko'zi yo'q bo'lyaptimi? Qayerga boradi bu? Bolalarni nasibasini o'ylayapsizlarmi? Ha, o'zingizga insof bersin.